Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, shokolad ko'p muammolarni hal qilishga yordam beradi. Faqat uni aslo ko'p yeb qo'ymang. Kuniga 30-50 grammdan oshmasligi lozim. Shokolad faollikni oshiradi. Shokolad tarkibidagi kofein aqliy va jismoniy faollikni oshirib, charchoq hissi va uyqusirashni kamaytiradi. U kayfiyatni yaxshilaydi. Kakao donlarida triptofan mavjud. U esa miyada serotonin, baxt gormoni sintezi uchun zarur. Shokolad teri qarishini sekinlashtiradi. Ingliz olimlari shokolad teridagi moddalar almashinuvini yaxshilashini aniqlashgan, chunki unda kuchli antioksidant, flavonoidlar ko'p miqdorda mavjud. U ortiqcha vazndan saqlaydi. Qora shokolad semirish oldini oladi deya uqtirishadi shved olimlari. Bu ham shokolad tarkibidagi flavonoidlar tufaylidir. Ozishga yordam beradi. Daniyalik olimlar qora shokolad zararli mahsulotlarga moyillikni susaytirishini isbotlashgan. U ochlikni ketkazib, ishtahani pasaytirar ekan. Yurak va tomirlar uchun foydali. San-Diego universiteti olimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, qora shokolad yeganlarda yaxshi xolesterin darajasi yuqori bo'ladi. Bu esa yurak-tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.